bo'lmasa hamma narsa jonimga tegdi. Zerikdim, yuragim siqilib ketdi. Qani edi men ham senga o'xshab oddiy xalq orasida azamat yigitlar davrasida javlon urib xizmat qilsam. Rus dalasi. Shuni bersangiz, sahrga dori deb. Voy, ishoning, boshqatdan tug'ildim-da. Sog'lom hayotga qaytdim. Sahrning davosi topildi degan edik. Haqiqatan topildi sahrning davosi. Mana rivoj ildizini ko'pchilikka beramiz. Ishlatib, damlab, ichib foyda ko'ryapti. Jamoa rahbari 3 ta belgisi. Birinchisi, sizning natijangiz zo'r bo'lsa ham, buni norma deb hisoblaydi. Lekin qayerdadir xato qilib qo'ysangiz, darrov kelib sizga baqiradi. Ikkinchisi, doim agressiya bilan muloqot qiladi. Ishni yaxshi qilasizmi, yomon qilasizmi, baribir gap eshitasiz. Uchinchisi, siz nima taklif bersangiz ham hech qachon inobatga olmaydi va o'zining fikrini noto'g'ri bo'lsa ham qildirishga harakat qiladi. Chunki buni men aytdim deydi. Boshqaruv haqida ko'proq ma'lumot olish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Hammangni yeyman. Bir reys deydi, Rossiyaga borib kelsam bo'lib ketardim deydi. Falonchi bir reys borib kelib bo'lib ketdi deydi. Endi o'sha Rossiyaga bir reys borib bo'lib ketgan odam bu yoqda boshqa ish qilganda ham bo'lib ketishini yozgan ekan Alloh. Alloh unga bo'lib ketishini yozgan kun keldi, shuning uchun bo'lib ketdi. Agar menda hammom pista sotganda ham, g'isht sotganda ham o'sha bo'lib ketar edi. Shuni tushuninglar. Yolg'on gapirib rizqimizni ko'paytira olmaymiz. Rost gapirib rizqimizni qisqa qilib qo'ya olmaymiz. Moskvada hindistonlik ishchilar ishga borish uchun avtobus tomiga chiqib olishdi. Voqea shaharning eng serqatnov ko'chalaridan birida yuz bergan. Odamlarning noroziligidan so'ng avtobus haydovchisi politsiya chaqirtirgan va hindlarni birin-ketin pastga tushirishgan. Holat yuzasidan tushuntirish bergan hindistonlik ishchilar Moskva shahrida transport muammosi borligini, probkalarda ishga borib kelish qiyinligini aytishgan. Nam nhu nhật mà lại tụt băng nghe ba bay, huyết tập ba, chim mây tập ba, chân miên miên sao lên ba lên, đã là cái giảm đấy, em vẫn là tầm rồi, nên đã là nó không có nó, nên là cái hẻm hẻm này nữa.